Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun 6-kunimiz. Ikkita bo'lib kesilishyapti. Mana o'rtoqlar, hamma yoq kesilib tayyor. Xudo xolasa, bugun tugaydi koridorimiz. Mana chekkalar уже bosib bo'lindi. Короче, bugun ham tugamadi bu yer. Mana bu yoqlar tugadi. Mana bu taraflar tugadi. Mana bu taraf boshli yarmigacha bor edi. Ham oxirigacha kafe yo'q kesilgan. Endi bugun ertaga bitadi xudo xolasa. O'rtoqlar, bugun mana 7-kunim xudo xolasa. Hamma yoq koridorlar ham tugadi. Va ana bu yer qoldi. Bu yoqlari tugadi o'sha. Hamma xona tugadi. Mana bu yoqlar ham tugadi o'sha. Mana bu yerlar hozir bosilgan. Свежий turibdi. Mana bu yoqlarni ham hozir bosilgan, свежий turibdi. Ana endi 3-etajni balkonini qilish kerak. Kafe 30 kafe bosar ekan mana shu yerga. Bu yerlarni hozir tozalab, gruntovka qilish kerak. Keyin mana rasullar keyin bosish kerak, короче. Mana shu kafelar bosiladi. 30. Keyin u yoqlar tugagandan keyin mana shu yerlar bosiladi. Polni. O'rtoqlar, mana 30 kafelarni bosib kelyapti. Mana shunday qilib, mana buni chekkasi bilan bir qilib bu yog'iga uqlon bo'lyapti ana. Mana bu yoq xudo xolasa nur. Lekin loyni yomon ko'payapti-da bu. Rasulning yeyishini qara buni. Mana. Mana shuncha gapti. Yarım santimetr loy yer. Qanday? Do'stlar, mana balkonimizga ham 15 qator berib qo'ydim. Chekkalari bir xil kelyapti alkafon bilan. Mana urgan har biriga bitta qo'yib kelyapti-da. Mana shunga biroz vaqt olyapti. Uqlon ham bor. Mana uqlon. Xudo xolasa hammasi chiroyli kelyapti. Loyimizdan qattiq qo'yganimizga qattiq qilmasa tagdan chiqib ketadi-da. Loyni ko'payapti. Chunki nimaga deganda mana bu ichkari taraflar mana steyajgacha nol qilinganda, bu yoq steyajga qilinmagan. Ana shuning uchun hali bu yerlar shunchayapti. Mana bu yerlarga kelgandan keyin yana ham qalin yetdi loyni. Mana shu yerga ham. Bugun xudo biladi endi tugaydimi, tugamaydimi bugun.